Hammaga salom. Bugungi videoda sizlarga qanday qilib raqamlashtirilgan onlayn do'kon qurishni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz to'liq. Sun'iy integratsiyasi, backend to'lash, Telegram botlar orqali zakazlar qabul qilish va chiroyli interfeysni yaratish. Hozir birinchi bo'lib sразу maqsadga o'taman. Birinchi bo'lib veb-saytni ochib olamiz, brauzerda ochib olamiz va bu yerdan Stitch deb yozamiz. Stitch bu nima? Stitch bu o'sha dizaynni sun'iy intellekt orqali generatsiya qilib beradigan platforma. Xuddi Figma, lekin avtomatizatsiya orqali o'sha Google orqali chiqarilgan sun'iy intellekt. Bu xuddi bir hozir Cloud Code, Codex, GPT modellar hammasi kod yozib beryapti-yu. Xuddi shunaqani, faqat dizaynli versiyasi. Bu AI'da o'zi dizayn generatsiya qilgandan ko'ra ancha yaxshiroq, chunki o'zini bu aynan native buildga o'zining skill'lari bor. Bu haqida o'zim Telegram kanalimda ham aytib o'tgandim. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bitta AI bo'yicha hamma foydali narsalarni ko'rsatib o'tganman. Mana bu yerda mana Stitch chiqqan kuni 20-mart kuni tashlaganman Stitch beta versiyasi. Zo'r dizayn qiladi. Rasmlarni ham o'zi generatsiya qilib Gemini 3.1 Flash model orqali generatsiya qiladi. Bu yerga obuna bo'lib qo'ysanglar, foydali narsalar, hamma narsa bo'ladi. Behruz AI opsionida ham bo'ladi linki. Hamma resurslar tam skilllar ham shoda, короче. Bu yerga nima deb yozamiz? Qanaqa magazin qilamiz? Давайте sport magazine, sport shop, online shop, call it sport kiyimlar uz. Shunaqa deb qo'ya qo'yaylik. Sport kiyimlar uz. So please design me the best non-generic interactive cards like bin adding items and the confirmation module and etc. More than 10 images, 15 images yourself, inventory fill up, make it diversified, wipe matching, please make the design the best. Prosta bu yerga kod yozaveramiz. Sizlar o'zbekchalab aytsanglar ham tushunadi. Prosta men inglizchalab tezroq yozganim uchun shuni yozib yubordim tez-tez. Xatolik qilib yozsanglar ham farqi yo'q, tushunib ketadi o'zi. Sun'iy intellektda ML modellari yaxshi ishlaydi, Gemini'ni. Agar sizlar bu videodan oldin meni tanimagan bo'lsanglar, bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, men ismim Behruz. Men 5 yildan beri dasturchilik bilan shug'ullanaman. Men birinchi bo'lib C++ bilan kirib kelganman bu sohaga. Hozir full stack dasturchiman. 5 yildan beri o'sha o'rganishni boshlaganman. 3 yildan beri o'sha full stack dasturchi bo'lib ishlayman. Va agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu haqida ko'p narsalar bo'lish beryapman. Agar sizlarning bizneslaringizga qanaqadir yechim kerak bo'lsa, landing page-mi, qanaqadir onlayn magazin, avtomatizatsiya, Telegram botmi, farqi yo'q. Любой turdagi, любой qiyinlikdagi agregatormi, farqi yo'q. O'zim 20 tadan ko'p loyihani yopganman, shu 20 tadan ko'p kompaniyaga. Agar sizlarga qanaqadir xizmat kerak bo'lsa, prosta Telegramdan yozinglar. Telegramim описаниеda ham bo'ladi. Mana bu yerda Tursunboyev Behruz desanglar, mana shu chiqadi. Tursunboyev Behruz. Bu yerda nimalar o'zi yaratyapti, qaranglar. Bitta plyusi shu.
har bitta imijni Google'dan olib, bittagidan qilib o'tirmaysizlar. Prosta shunday olasizlar. O'zi generatsiya ham qilib beradi kerakli bo'lgan materiallarni sample sifatida. Ungacha sizlarni o'tkazib olishinglar kerak bo'lgan narsa anti-gravity. Bu Google'da o'zini CLI'si, ya'ni dasturi chiqargan bu muhit nimaga yordam beradi? Google Anti-Gravity IDE formatida ham bor, ham yaqinda full manaqa formatda ham chiqdi. Full Autonomous Agent modelida ham chiqdi. Codex qo'shgan dizaynda. Bu nima qilib bera oladi? Bu Gemini'ni aynan o'sha kodda vibe coding uchun ishlatishga yordam beradi. Ichida har xil modellar bor. Misol uchun qaranglar, 7 tami, 9 tami, 10 tami nechtadir model bor, qaranglar. Har xil modellar bor ichida. Bitta $20 subscription olib qo'ysanglar, hamma narsaga yetadi ichida. Normalniy. Misol uchun, ikkita $20 akkauntim bor. Hamma narsaga yetkazaman. Misol uchun, Contour bilan bunaqani ko'rib turib, limitlaringni ham tekshirib olsanglar bo'ladi. Shu orqali biz yozamiz hozir. O'tkazib olsanglar bo'ladi. Google Anti-Gravity deb yozsanglar, birinchi chiqqan saytda mana qaranglar. Kirasizlar. Anti-Gravity ikkinchi versiyasi bu. Ikkinchi versiyasida rostakam katta subagentlar va shunga o'xshagan katta o'zgarishlar berdi va shu hamma narsaga yordam beryapti. Bu yerda download degan button bo'ladi o'zi. Mana bitta downloadni bossanglar, o'zingizlarga kerakli bo'lgan operatsion sistemaga o'tkazib olasizlar. Tak, bo'ldi. Buni o'tkazib olasizlar. O'tkazib olgandan keyin oddiy Google akkaunt bilan registratsiya qilasizlar. Tak, bu yerda sal qotyapti. Hozir chiqib kirib olay unga. Tak, bu dizaynda o'zi bitta-bittalab generatsiya qilyapti. Menga yoqayapti bu. Va buni qanday eksport unga qilamiz desanglar, exportni bosib, select all'ni bosib turib, Ctrl A orqali, MCP server orqali eksport qilamiz. Xuddi shunaqa. Tak. Kutamiz. Har bir narsani o'zi generatsiya qilib, screenlarni endi generatsiya qilyapti. Aynan birinchi bo'lib rasmlarni generatsiya qildi, endi bularni qo'llab chiqadi har bittasida. Men bu videoni bunaqa videodan chiqazgandim. Online magazin hamma yozibdi, tam chiqazgandim. Ovozim o'chib qolibdi, mikrofonim nastroykasini qo'ygan ekanman, shunda ovozim o'chib qolibdi. Shundan keyin lekin prosmotr shunday yaxshi bo'libdi. Shunga bitta ovozli video tushuntirib qo'yib bergandim. Tak, mana bittagi modellar ishlab chiqyapti. Bu yoqqa qaranglar, bitta-bittalab chizib chiqyapti. Dizaynni qaranglar, unikalniy chiqyapti. Bu nimaga kerak sizlarga? Hozir ko'p bilasizlar, AI shunaqa qattiq rivojlanyapti. Hamma AI bilan saytlar qilib tashyapti. Odam tushunmagan odam. Lekin hamma ham yaxshi sayt qila olmaydi. Juda ham 1% odam yaxshi sayt qiladi. Saytga kirsanglar, zerikarli gradientga to'lib yotadi. Qanaqadir g'alati, tushunib bo'lmaydigan saytlar qilib tashlaydi. AI vibe coding juda ham zerikarli klishe sayt qiladi. Tushunadigan skilllarni, serverlarni, React Native elementlarni, shunga o'xshagan hamma narsa skilllarni yaxshi prompt berib tushuntirib qiladigan odam kam. Shularni ichiga kirsanglar, ajralib chiqasizlar. Men sizlarga garantiya beraman. Misol uchun Stitch'da ishlatinglar, Cloud Design'da ishlatinglar. Ko'p narsani ishlatinglar. Oldindan plan qilinglar, ko'proq skilllarni o'rgatinglar. Misol uchun men ham kanalimga rosa ko'p UI UX bo'yicha skilllar tashlab boraman. Misol uchun UI UX da ishlatadigan skilllar mana Shatsian, bu 10 mingdan ortiq elementlarni librarysini o'sha ishlatayotgan kompaniyalarning UI UX UI librarysini beradi. Magic MCP 21-dev kompaniyasi orqali chiqarilgan hamma komponentlarni librarysini prompt sifatida beradi. Tak, front-end design Cloud orqali Anthropic orqali chiqarilgan hamma topografiya va shunga o'xshagan basic dizayn konseptlar hammasini tushunib olish uchun bo'lgan skill. Ular uchalasini o'rnatib olsa, prosta GitHub linkini tashlaysizlar, mana shu skilllarni o'rnatib ol desanglar ham AIlar tushunadi. Yoki da npx komandasi orqali o'rnatasizlar. Tak. Bu yerda mana Codex bo'yicha narsa berganman, statistika aytagidali. Fable 5 bu ham o'chib ketdi. Hozir yaqinda chiqarishyapti. Hop, tak, kutamiz.
Antigravitini ochib qo'yinglar ungacha. Antigravitini mana shunaqa holatda ochiladi va proyektni bitta yangi papka ochib olasizlar. Mana bitta boyaga aytganim Ctrl bilan zapytayani bosinglar, mana bitta ko'rsatib turadi. Misol uchun Cloud bilan GPT modellariga 100% limitim bor va Gemini modellariga 3 kundan keyin yana refresh berar ekan 75% modelim bor. 5 soat ichida 100% ishlata olaman. Shunaqa gaplar. Tak, bosamiz bundan ustiga, pastga tushamiz. New project, add folder. Tak, the disk. The disk. Bir tak. Nima dedik? Sport kiyimlar. Biroz tushuntirib o'taman. Bu prosta zerikkan paytlarimda mana shu odamlarga ham foydam tegsin degan holatda hammasini tushuntirib ko'rsatib, sxemasini ko'rsatib o'taman. Foydali bo'layotgan bo'lsa, like, podpiska, komment yozib ketinglar. Nima chiqasi, nima qiynalyapsizlar so'rasanglar, kommentda ham javob beraman. Tak, bu yerda nima chizib bo'ldim deyaptimi bu? Ha, bo'ldi, tugatdim deyapti. Hammasi shu ekan. Tak, exportda bosamiz, select all. Select all qilsak hammasini tanlab ololmaydi, chunki export select all Europe. Tak. Hammasini tanlamayman deyapti. Shuning uchun ham bitta ikkitalarni olib tasha deyapti. Nimaga bu unaqa deyapti? Chunki 16 ta screen bo'lolmaydi-da. Prosta 4 ta screen olaylik. Screen olaylik hozir. Mana shunaqa qilsak ham o'zi tushunadi. Tak, 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 tak. Mana shu 4 talasi. 1 2 3 4 MCP. Copy prompt. MCP ni qanday setup qilasizlar desanglar, boyaga nima bosasizlar yokida antigravity ni bosib settings ni bosasizlar. Bosib turib, mana settings ni bosasizlar. Shunda ochiladi. Va mana customizations degan joyga kirsanglar, tam pastida MCP server, mana как раз o'zimnikini ham refresh beraman. Plus bosasizlar MCP server. MCP nima? MCP aynan o'sha servisdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga yo'l beradigan narsa. Har safar qo'l bilan eksport qilib o'tirmaysizlarda, aynan o'sha API tokenlar orqali yoki credentiallar orqali kirib turib, ichidagi narsalarni browse qilishga bo'lgan imkoniyat yaratib beradi. Tak, refresh. MCP ni o'chirib tashlaganim ko'rinmayapti bu. Install deb turibdi menga. Tak. Men скорее всего kirib chiqarishim kerak, chunki hali bilmadim, men o'chirib tashlaganimni va bitta kirib chiqarishim kerak o'qib olish uchun. Tak. Ungacha nima qilamiz? Ungacha new bot beramiz. New bot yozasizlar, istiga yozasizlar. Sport kiyimlar, zakazlar. Bu narsani ko'pinchalar bilmaydi. Mana shu Telegram botni ulashdi. Juda ham ideyani o'zi kuchli ideya. Telegram bot orqali hamma narsani qabul qilish. Backend yozilgan bo'ladi to'laqonli. Misol uchun hozir hamma zakazlarni qayergadir pernapravить qilish kerak-ku. Ko'pinchalar o'sha joyda qotib qoladi. Va o'sha Telegram bot orqali, webhook orqali kelib turadi. Sport kiyimlar, zakazlar. Tak, sport kiyimlar video uchun bot. Bo'ldi. Tokenimizni oldik. Va yangi boyaga anaqa mikro olamiz. New projectga bosib turib, add folder. Bu bir papki, next, turbo mode. Project name. Alright. Bunaqa proyekt уже ochib olding deyapti. Mana bu yerda turibdi.
Ochib bo'lgandan keyin ochib bo'lmaydi. Tak, tokenni oldik. Tokenni men hozir hardcore sifatida ishlataman, lekin sizlar ishlatayotganda boshqa kattaroq loyiha bo'lsa .env faylga qo'yinglar. Boshqa videolarni ko'rsatib o'tganman, kirsanglar chiqib qilyapti, chunki bu sir saqlanadi va misol uchun qayerga versiyaga aniq qilsanglar, environment variable'ga kirib turib, u alohida qo'shiladigan narsa. Chunki bu sir leak bo'lib ketishi mumkin. Zlom bo'lishi mumkin-da. Bu dovotga menga farqi yo'q, shuning uchun bemalol ko'rsatib qilyapman. Tak, men nimani ko'rsatayotganim, Stitch MCPni birinchi bo'lib qilmasak, u kirib ko'ra olmaydi. Так, это MCP, Stitch. Где Stitch? Add bosasizlar, bo'ldi. Stitch API key so'raydi. Stitch API key, bunday kirasizlar, Stitch settings. Shuni pastga tushirasizlar, bundan olasizlar shundoq. Shuni olasizlar, paste qilasizlar, install bosasizlar. Bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Bunda agar Stitchda oddiy Google akkauntinglar bez подписка bo'lsa ham, Stitchga limit normalniy. Так что bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'ylanish yo'q. Bo'ldi, install yozuvi chiqadi. Biroz vaqt kutganinglardan keyin va MCP server bo'ldi, konfiguratsiya berdi. Tak, bu yerdan copy prompt qolgandik boya. Mana bundan copy prompt bergandi. Tak, Stitch instructions. So I just generated the prompt, the design from the Stitch MCP. I have already configured with your MCP. Please get all of the data, and also the images were generated in the following screens for custom inventory. So please integrate images and all of the stuff, media, and perfectly pixel by pixel. Make it mobile adaptive and make all the buttons and functionality work perfectly as a professional front-end designer. And for the order confirmation, the order should be sent to a Telegram with the following Telegram bot with the following credentials. Please read Telegram bot documentations. This should be easy and should not require any hosting. It should be perfectly working in the local test. So please make this website very perfect. It is my online magazine, online shop for my sports store. Aslini olganda bunaqa aytishim ham kerak emas edi. Prosta rezultat yaxshiroq bo'lishi uchun tushuntirib o'taman. Agar Telegram bot ulamoqchi bo'lsa, Telegram botni ulamoqchiman. Mana API orqali ulab qo'y. Read Telegram docs if needed for relevance. Tak, buni tashlaymiz va albatta user ID ga kirib turib o'zimizni ID ni olamiz. Misol uchun mana shu accountim. Tak, oldik. My user ID. Telegram bot. User ID'lar tashlashinglar kerak, chunki faqat sizlarga tushishi kerak. Ko'proq user ID bo'lsa, user ID ni tashlaysizlar. Do your best now. Hozir 3.5 flash high modeliga qo'ydik. Agar secondroq lekin yaxshiroq rezultat chiqarishni xohlasangiz 3.1 Pro high yoki Cloud Opus Tour 6 syncing yoki Cloud Sonnet Tour 6 syncing ga qo'yinglar. 3.5 flash yaxshi natijada bajaradi, lekin tezroq bajarish hisobiga sal kayfdan yo'qotadi. Tak, yes and always allow. Tak, bu yerdan turbo modga qo'yildik. Lekin baribir so'raydi. Bu yerda yes and always allow deb bosib turasizlar. Чтобы u MCP ga kira olish uchun har safar so'raydi. Baribir razрешение berganinglar bilan. Mana ko'rasizlar, har bir narsani ko'rib, elementlarni ko'rib chiqyapti, ichiga kirib adashib qolmasligi uchun. Bu ishlaganicha bemalol tam choy-poy ichib tam olib kelsanglar ham bo'ladi. O'zi ishni bajaradi va biz oxirida test qilib ko'rib olamiz. Va productionga chiqazgandan keyin ozgincha mehnat bo'ladi. GitHubga qo'yish, versiyaga hosting qilish va
env fayllarni setup qilish, web hooklar setup qilish и так далее. Shunaqa sizlarga ham onlayn magazin bo'lsa, Telegram botga ham integratsiya qilamiz и так далее. Implementation plan yaratib beradi. Implement I agree with you devorsa bu просто prompt qaytarib qo'ydim, чтобы memory testda chiqib ketmasligi uchun. Hozir hamma narsani yozib chiqyapti. Tasavvur qilasizlarmi, shunaqa kod yozish uchun avvallari qancha vaqt ketardi? Men o'zim bunaqa zakazlar ustida AI'lar LLM'lar rivojlanmasdan oldin qilardim-da. 2 hafta, 3 hafta kamida ketardi-da bunaqa kuchli loyihalarga front-endni qilib, Figma'da настройка qilib, uni orqasidan HTMLda piksel cho'tki qilib yaratib, hamma narsani mobilniy versiyasiga o'tkazish и так далее. Juda jinnicha ishlar bo'lardi. Hozir hammasi osonlashib ketdi va ko'rib turganingizdek hamma vibe kod qilyapti. Bu narsadan foydalanish kerak. Buni kechiktirsangiz, buni ishlatayotgan odamlardan ancha orqada qolib ketasiz va o'z o'rningizda kod qo'yishingiz mumkin. Qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar. Misol uchun arxitektura sohasida ham sun'iy intellekt qo'llanadigan joylar ko'p, ish tezlashtiradigan joylar ko'p и так далее. Har bir sohada ko'rish kerak implementation. Bu coding bo'lishi shart emas, просто tam Gemini'ni o'zini hozir nechta integration chiqqan, Gemini'ni o'zini ChatGPT'ni qaranglar nechta integration chiqqan-da. To'g'ridan to'g'ri ulanadigan bo'lib ketgan hozir. Misol uchun приложениeni bossanglar, ChatGPT'da 50 dan ortiq приложениega integratsiyasi bo'lib ketgan. Shunaqa har bittasini ishlatib ko'rish kerak. Misol uchun qaranglar, Apple Music, Photoshop, Canva hamma narsaga bor. Google kalendar. Bunda ham xuddi shu. Tam Google kalendar hamma narsaga ulasanglar bo'ladi bunda ham. Tam notebook olim и так далее. O'ylanmasdan shuncha ishlatish kerak. Okay. Mana qaranglar. Sizlarning o'rningizga kirib, ovqatdan zakaz qilib beradi и так далее. Shunaqa maqsad mazza qilib ishlatinglar. Xo'p, qildim deyapti. Qildim desa sразу linkni ochib o'rasizlar. Men hozir bunga aytdim, yaxshi qildingmi? Bitta check qilib chiq. Xato yo'qmi deb. Yaratib bo'ldim deyapti. Qaranglar, necha minut bo'ldi? 15 minutmi, 20 minutmi? Shu 20 minut ichidagi natija. Bunaqa shopni yaratish bu yevropeyskiy standartda, qaranglar. Bunaqa temalarga tushib, yashillarni qilib, bitta xatoliklar bor. Misol uchun mana sentrlashtirish kerak, dizaynskiy UI UX qo'shish kerak elementlarni. Va lekin bu yana 2-3 ta prompt bilan, follow up promptlar bilan perfectionga erishadigan narsa-da. Mana explore bossanglar hamma produktlar turibdi bitta. Shopni bossanglar bunga qo'shilyapti ham bundan qaranglar animatsiyalarni. Bunaqasini вообще-da bu foydalanish kerak. Вообще jinnicha-da, вообще zo'r. Mazza qilib ishlatish kerak просто. Complete order. Cannot propose connection or details. Alright. Looks like you did not integrate Telegram well. Alright. Telegramda yaxshi bo'lmagan. Bu tak. Startni bosib qo'yaylik. Yo, bu
Вообще-da maza qilaman shunaqa joylarga borku, rezultatlarga. Mana qaranglar, necha minutda qilib beradi. O'zi kod yozish jarayoni 5 minut ham olmadi-da borku. Bitta filtratsiya qaranglar. Dumbbell hamma narsa ishladi, mana qaranglar. Dumbbell qo'shib, ayirib, hamma funksiyasi ishlayapti. Tak, mobilkaga ko'ramiz. Mobilniy versiyasini ham qilib chiqibdi. Burger Me. Oy. Akalar, nima bu? Nima? Prosta baho beringlar bunga. Mobilnida ham qilib chiqqan bitta promptda o'zida. Hamma bunaqa burger menyu, animatsiya и так далее. Вообще zo'r. Gap yo'q. Так, shop now. Bittasini ko'r deyapti. 99 838 99 21. Hop, ko'ramiz endi. Continue shopping. Srazu qaranglar. Qanaqa bu to'liq qonlik full stack platformalarga qanday qilib qilishni o'rgatib qo'ydim sizlarga. Prosta tak endi foydalanish kerak prosta. Sport kiyimlardan zakaz tushdi deb chotki mana hamma ma'lumotlari bilan qaysi adres, qaysi postal kod, qaysi nomer, soat nechida, вообще jinnicha rezultatda bu. Вообще maza ko'rsatinglar. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, prosta menga yozinglar yoki qiynalaman desanglar, men sizlarga o'zim qilib beraman. Soqqasini bersanglar, chotki qilib beraman. Bollarim ham bor, shogirdlarim ham bor. Короче, yoraveramiz. Shunchaki yoraverish kerak. Bo'ldi. Tak, bo'ldi akalar. Mana shu yangilik. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lasizlar. Qolganini shoda gaplashib olamiz. Zo'r foydali imkoniyatlar beraman. Zakaz kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta Tursunboyev Behroz orqali chiqasizlar. Web integratsiya любой narsa qilib beraman. O'zim tak yoqobni bo'lib, like, podpiska, fikrlar bildirib ketsanglar, любой kommentga javob beraman. Negativ bo'lsa ham javob beraman, farqi yo'q. Yozaveringlar, menga farqi yo'q. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.